U sizga uylanadimi? Bu общий расклад. Shaxsiy rasklad uchun Fortuna 20-25 ga yozasizlar, kelishasizlar, to'lovini qilasiz va shaxsiy rasklad olasiz. U sizga uylanadimi? Bu общий rasklad, hammaga ham tushmasligi mumkin. Hozir siz qanday energiyaga egasiz? Sizdan hozirgi paytda sizga yordam kerak. Puldan qiynalyapsiz. Agar erkak bo'lsangiz, o'zingizga o'kirib eshiting. U sizga erga tegadimi? U menga erga tegadimi deb eshiting. Qiz bo'lsangiz, o'zingizga o'kirib eshiting. Bir-biringlarni yoqtirasizlarmi? Ikkalangiz ham yordamga muhtojsizlar. Bu yoqtirish bor, qanaqadir чувство bor, чувство bor, lekin ikkalangiz ham yordamga muhtojsizlar. U sizga uylanadimi? Albatta siz unga nisbatan chiroylisiz, kelishgansiz. Uni uylanish niyati bor. Chustvosi bor, shuna xohishi bor. Uylanadimi? Uylanaman degan. Yoki sizga u erga tegaman degan. Agar erkak bo'lsangiz, o'zingizga o'kirib eshiting. Ha, u tegaman sizga, tegsam sizdek bolaga tegaman dedi ekan siz. Yoki siz qiz bo'lsangiz, u uylanaman senga, men seni hech kimga berib qo'ymayman degan. Uylanadimi? Qachon uylanadi? Skoro, ya'ni uylanaman degan niyati bor, lekin bu hali hal qiladi hali 8 haftalik ish, keyin 8 kunlik ish, 8 haftalik yo 8 oy. 8 oy hal qiladi. Sizga uylanadimi, yo'qmi? Uylanish niyati bor. Chestniyman, uylanish niyati bor. Yaxshi ko'radi. Ikkalamiz birgalikda ajoyib oila quramiz deyapti. Ikkalangizda ham mentalniy ulanish bor. Ya'ni u xayol suradi, siz ham xayol surasiz, xayollarni ham bog'liqsizlar. Xayol bo'yicha ham mentalniy olamdan bir-biringizga bog'liqsizlar. Bir-birlaringizni juda ham yaxshi his qilasizlar. Hozir sizlarga etap ketyapti. Sizlar boshqa etapga o'tasizlar. Yo bu отношения rivojlanadi. O'zingizlar rivojlanib yoki birgalashib nikohga yo to'yga tayyorgarlik ko'rishinglar mumkin. Yoki bu muzlatilishi mumkin. Bu narsa 21 kunda sodir bo'ladi. 21 kunda sodir bo'ladi va qarorni qabul qilib spokойный bo'lasizlar. Hozir spokойный emassizlar. Spokойный bo'linglar, uxlashdan oldin romashkali choy ichib uxlanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi.